Xayrli kech, krasavitsalarim, yana bir marta tuzumsizlar, charchamadinglarmi, kuninglar yaxshi o'tdi, muj ko'zim yumilib ketadi, qazim makiyajlarimni o'chirib, bayu uxlayman. Qizlar, hammanglarda menimcha shunaqa vaziyat bo'lgan. Nimadir olasizlar, kiyasizlar 1-2 marta, keyin yoqmay qoladi o'sha kiyim, to'g'rimi? Aynan o'shunaqa kiyim, не только kiyim, uyinglardagi mebel, texnika, misol uchun bolajoninglarning kolyaskasi bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalarga ikkinchi hayot berishingiz uchun soting yoki oling. Profilini maslakka o'tgan safar ham aytdim, yana bir marta aytib o'tmoqchiman qizlar. Uylarda bolachanglarni misol uchun kolyaskasimi, xadunokimi, oqillanadigan stoli bormi, ishlatmayapsizlarmi, bemalol shu profilda sotsanglar bo'ladi. Juda ham ko'p qizlarni kelincha kiyimlari bor, yo вечерний ko'ylaklari bor. Bir marta kiyasizlar-da to'ylarga, keyin qayta kiya olmaysizlar. Bemalol shu profilga murojaat qilib, o'shunaqa kiyimlarni juda ham tez muddatda sotishingiz mumkin.